Bugun Real Madrid g'alaba qozonishi uchun nima qilishi kerakligi aniq bo'ldi. Madridchilar hoziroq obuna bo'lib qo'ying, men sizga hozir faktlar bilan ko'rsatib beraman. Qarabsizki, 2020-yildan boshlab Manchester City Realga qarshi o'ynaganida kim birinchi bo'lib gol uradigan bo'lsa, o'sha jamoa mag'lubiyatga uchrayapti. Ishonish qiyin. Misol keltiramiz, 2020-yilda o'zaro to'qnashuvda Real Madrid birinchi gol urdi, ammo Manchester City oxiri g'alaba qozondi. 2022-yilda esa City birinchi bo'lib gol urgan, undan keyin esa Real Madrid keyingi bosqichga o'tgan. 23da esa Real gol urgan, City o'tgan. 24-25da albatta hammamiz eslaymiz. Va oxirgi misol esa shu mavsum dekabrda bu jamoalar yana bir bor o'ynaganida Real Madrid birinchi bo'lib gol urgan, ammo Manchester City guruh bosqichida g'alaba qozondi. Qisqacha to'g'ri tushunganingizdek, bugun jamoalar bir-biriga gol urishni taklif qilishadi va shu orqali biza kim g'alaba qozonishini o'yin yakunlanishigacha bilib olishi ham mumkin. Xo'sh, bunaqa statistikaga ishonasizmi? Agarda o'yinni haligacha qayerda ko'rishni bilmayotgan bo'lsangiz, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Chunki jonli efirga qiziqmaydigan bo'lsangiz ham o'yindan keyin gollarni va eng qiziqarli vaziyatlarni albatta u yerda qo'yib boramiz. Xo'sh, sizningcha bugungi o'yin qanaqa hisob bilan yakunlanadi?